Bugungi mavzumiz baziliar arteriya to'g'risida. Baziliar arteriya ko'prikning baziliar yo'laklari bo'ylab joylashgan. O'rta miya bilan chegaralanadi va ikkita orqa miya arteriyasiga bo'linadi. Baziliar arteriya va orqa miya arteriyalarining proksimal qismidan juftlashgan shoxlar chiqib, bosh miyaning subtentorial tuzilmalaridan qon bilan ta'minlanadi. Bularga miyachaning oldingi pastki arteriyasi, arteria cerebelli inferior anterior va uning ichki eshitish kanalining tarmog'i yoki labirint arteriyasi ham deb ataladi. Uni arteria labirinti deb aytiladi lotin tilida. U ichki eshituv kanal va ichki quloqqa kirib qon bilan ta'minlaydi. Miyachaning yuqori arteriyasi, arteria cerebrali anterior va ko'plab kichikroq shoxlari orqali miya ustunini qon bilan ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.